Sualim artık Tor dünyasında ciddi bir bulavatkan bir mesele yani vatan birikilevatkanlar. Bu herimiz tıllayımız, kakşayımız, kavayımız diyerek bunu hiç kadar oldağı bulamadı. Çok resmiydi. Şu dakika Xitay tacavuzçılarındaki bu irki kırgınçılığını yok çıkarıştaki ispatlavatı hem de benim gibi Ahmetcan Gollandiyada kanun sahasida master okugan, bu işler yaxşı bildi. Şu başka oturup sordu. Başka öyle kalmalı. Ahmetcan, siz bu işler yaxşı bilirsiniz. Ötken müşterisi hazırlık paralaşkan degan bo'lyapsizlar. Misha söyleyeceğim bütün dünya uyg'urluğa uçuk şekillerde bir anlatıp böyle devam etmemiz. Gollandiya hükümeti bu işin 6. ayda mı 7. ayda Suriye'den kelip Gollandiya vatandaşlık elip siyasat tilep Suriye'ye birikip kelganlarning vatandaşlığını evvelden kaldırdıgan bir kanun çıkardı. Başta bir resim çıktı. Başta bir resimle Tor dünyasında gulgul kozgıdı. Yani ministerlik korbetlemiş takaldı. Bu haberler çıktı. Gulgul kozgıdı. Ama yakında hem de Twitter'da mı Elon Musk mı üzerindeki Twitter account'da bir tweet attı. Dünyadaki siyaset yaratkanlar mı özünün devleti verip gelirken degende küçük bir yerlikte sual birini koydu. Bu Twitter gulgul oldu. Maksat evvel üzerimize meseleleri başka millet ekemez. Bizden hani vatanda irqiy qirg'inchilik olib boryapti deb Gollandiya parlamenti dunyo bo'yicha 3-chi qatim, Yevropa bo'yicha 3-chi qatim Uyg'ur qirg'inchiligini Yevropa parlamentida e'tirof qilgan bir davlat. Qirg'inchilik bo'layotgan yerga berib kelayotganlarni biz to'sanmayapmiz. Buningda hani bizmi Suriyaga berib kelganligini Gollandiya o'zi Suriye'ye berip gelgenlerindeki vatandaş emandan kaldırıyordu ve izlediğindeki kanun layiheleştirmesini parlament oturup koymuşlar. Burası var. Hem bu Gollandiya'daki küçük medyaları oturup koyuldu. Bundan olsa bizim vatanda irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bo'lgandan keyin shu berib kelganlar qanday qaytib kelyapti Gollandiya hukumati buni oldirish kerak. Qirg'inchilik bo'layotgan yerda bağlananların vatandaşlık emelden kaldırış gerektir. Bizim o ya petişe kullandık ya Gollandiya hükümetiga ya parlamentiga bir hak olsa bunu ünüm bulandı. Bu vaqtda bu keskinlikka sahip bo'lgan Ahmetcan'dan bir cevap alayım. Sualınızda rahmet. Şunda bir mühim sual oldu. Çünkü bilganlardek Gollandiya'nın yeni hükümeti Suriye'den kelgenlerini qaytqizishimiz deydigan bir siyaset çıkarmakçı oldu. Hem de Suriye'nin hem yeri bir xatar emas. Yakın haber ko'rganlar bo'lsa Suriye'de yana o'xshamagan yeni qalaymiqan ishlar chiqyapti Suriye'de. Hem de Suriye'ninki chiqarmoqchi bo'lgan qonunsi Gollandiya hukumatininki. Suriye bir cho'ng davlat hamda ba'zan rayonlarni bexatar qilib, ba'zan rayonlarni qizil rangga qo'yishimiz deydi. Aşı yeşil qaysi buldu degan taraflardan kelgan Suriyaliklar bo'lsa, shularni qaytarib deydi. Ammo u chiqarmoqchi bo'lgan siyosat Yevropaning qonunsiga qarshi. Çünkü Litvanya'nın şunlara bir iş qilib bakkan, o Litvanya'nınki aşk iltimasını Yevropaning sud'idan rad qilingan. Demek bir devletning bir qismini bexatar qilib Ashyaga qaytarib deydigan narsa qonuniy bo'lmaydi normalda. O narsa yoki Suriyaning masalan bir qismini yeşil olib qo'yib qolgan qizil, yeşil yerdan kelganlarni qaytarishimiz desa o qonunda rad qilindi. Çünkü Yevropaninki qonunsi Gollandiya'nınki her qanday qonunning ustida turdi. Gollandiya'nın kanunusi, eğer Gollandiya'nın asasi kanunusunu asasi kanunusu bir narsa çıkıp kalsa, o Avrupa'nın kanunusundan Avrupa'nın kanunusuna karşı kalsa, Avrupa'nın kanunusu küçükrak buldu. Avrupa'nın her qanday kanunusu Gollandiya'dan çıkan kanundan yukarı halde durdu. Şuna u yerden bizlarning Suriye'nin kelgan qarindoshlarimiz to'qmasin bo'ldi normalda. Anandan keyin yana bir narsa shu Uyg'urlardan vatan ketib olganlar. Yaqinda bir yerdan anglashimcha ba'zan endi ishlayotgan shu ko'chmalar idorasida ishlayotgan qarindoshlardan ba'zanlari deyilibdi. Shu ishlaydiganlar Uyg'urlarning ishini normal bilmaydi. Lekin ba'zanlar debdi, ba'zan Uyg'urlarningki berib ketishayotganini biz ko'ryapmiz. Şuna şu oturuş iltimas qilganlarga ba'zi vaqt rad qilsak, vatanlarga qaytib bo'lsak bo'ldi degan gaplarni anglab qoldim men bir yerlardan.
Şunu bəzən Uyğurlarni başqa Uyğurlarım ketib bardı, şunu sen kelgan yer bexatar ekan deb aştaq keltirdigan, qaytirdigan aştaq bir so'zlarni anglab qoldim. Mush Gollandiyaning hukumatimi shu jihatlardan endi bir yangi siyosat chiqaramiz deb u jihatdan chiqamadi, lekin men deydigan narsam mush Gollandiyaningki hukumati yangi chiqarmoqchi bo'lgan siyosatda ko'chmanlar qonuni to'g'risida jihnasini o'zgartmoqchi. Vatan ketib qolgan Uyg'urlar asos jihatdan Gollandiya grajdanligida. Gollandiyaning pasporti bor. Demak, ular Gollandiyalik. Gollandiyalik Uyg'ur. Gollandiyalik bo'lganligi uchun Gollandiyaningki qonunsiga, Gollandiyaning siyosatiga har narsa tushadi. Gollandiyalik xalqni sen bir yerga borolmaysan deydigan qonun yo'q. Shunga mush vatanga qaytayotgan Uyg'urlar bo'lsinmi, uni qonun jihatdan sen u yerga ketsang, borsang bo'lmaydi deb deydigan unda qonun yo'q, uni deyolmaydi. Chunki bir kishining erkinligiga dafsan qilganchilik bo'ldi u. Shunga bir Uyg'urni vatanga qaytsa, uni qonun jihatdan sen borsang bo'lmaydi deb biz bo'lmaydi. U bir narsa. İkinchidan bizningki qilgan shu jihatda bizningki qonun jihati imkoniyatimiz bo'lmagan ekan, biz nima ish qildik? Biz siyosiy partiyalardan yordam so'radik. Mush savol orqali Gollandiyaningki ichki ishlar ministri, bexatarlik ministri, mush ko'chmanlar ministri to'g'risida, mush to'g'risida hukumatdan savol so'ralindi. Ya yaqinda so'ralandi, shu yaqinda so'ralmoqchi bo'ldi mush Uyg'urlar to'g'risidan. Chunki INDningki ko'chmanlar idorasi ular Uyg'urlarningki u tarafdan vataniga qaytmoqdi. Vatan qaytmoq uchun Uyg'urlar qaytarsak bo'ldi deb shu imtisa u qonun xilof qildi. Chunki normalda Gollandiyadan Uyg'urlarni vatanimizga hargiz qaytarmaydi. Chunki u qonun xilof bir narsa. U to'g'risida chiqayotgan siyosatlar yo'q mening bilishimcha. U jihatdan chiqargan siyosatlar bo'lsa-mu, u Yevropaning qonuniga qarshi normalda. Şunu u jihatlardan bakmo imkon ketmasak bo'ldi, lekin iltimos grajdanlik bo'lganlar, grajdanlik vatandoshlik iltimos qilganlarda qonuniy ba'zan sabablar bor. Masalan, terrorizmga qatnashsangiz yoki boshqa davlatning bexatar qatnashsangiz, shu chog'da birodarningki iltimosini rad qilish huquqlari bo'ldi. Shu meningki hozircha deyapman. Men bu savolimda hozir bu endi bir nuqta. Hozir 13 kunga chiqib, hozir ko'chmanlar seni qattiqlashtirgan tadbirlar chiqdi. Bir necha savol, zamsh vatanga berib kelayotganlarni Gollandiya vatandash to'sishdan unumli chorasi bormi Gollandiya qonuniga bo'shatdilar? Yo'q. Çünkü bir kishiningki erkinligini va bir yerga qanday sayohat berib kelishninki erkinligini to'sanmaymiz qonun orqali. U yoki kishilik erkinlikka pek nima bo'lib diktatorga qarqamaydi bu davlatniki, shularniki. Lekin shu vatanga berib kelayotgan Uyg'urlarningki davosiga yoki ziyonkashlik uchirmaydi bo'lsa, uning u jihatlarda jiq yuklanasi shu ishni biz qo'ldan qilyapmiz. Çok rahmet,